Fuqarolar Sabra Beshqo'ton mahallasida tadbirkorlikka qiziqarganlar bo'yicha uchrashuv o'tkazdik. Rejaga Beshqo'tonga tushgan. O'sha sababli sizlar bilan kredit olish, tadbirkorlik qilish istaklaringiz bo'lsa, o'sha bo'yicha bir ozgina tushuncha beramiz. Mahallaga Mikrokredit bank biriktirilgan. 2300 yillik reja berilgan kreditlarimizga resurs. Oilaviy tadbirkorlikda 312 bo'yicha, biznesga birinchi qadam bo'yicha mahalla loyihasidan resurslar mavjud yo'nalishlar. Chet ishlamayotgan fuqarolarimizga, o'z-o'zini band qilgan shaxslarga biznesga birinchi qadamdan 14.900 gacha, mahalla loyihasidan 50 milliongacha kredit olish mumkin tadbirkorlik bilan shug'ullanishga. Bunda 50 milliongacha oladiganlarga kafillik asosida beramiz. 26% dan boshlanadi. Biznesga birinchi qadamda 5 milliongacha sug'urta asosida olish mumkin. Bunda sug'urtaga to'lov qilinadi. Oilaviy tadbirkorlik bo'yicha hokim yordamchisi tavsiyasi asosida ajratiladi. Bu imtiyozli kredit bo'ladi. Bunda 17,5% dan 33 milliongacha olish mumkin. Tashkilotdan kartochkalar kelgan, kartochka olib kelganman desa, klass 16.200 dan buni imtiyozli kredit shartida berilyapti. Bunda yangi upakovka urug' to'g'ridan to'g'ri Gollandiyadan olib kelingan imtiyozli kredit asosida olishlaringiz mumkin. Naqd olsangiz ham bo'ladi, farqi yo'q bunda. 16.200 dan olsangiz naqd pulga, olsangiz kreditga. O'tgan yili 25 ming, 30 minggacha chiqib ketdi o'sha urug'lar. O'shani sun'iy o'sib narx oshib ketmasligi uchun Agrostat degan tashkilot hukumat tomonidan tashkil qilinib, boyag'iday to'g'ridan to'g'ri Gollandiyadan olib kelib tarqatyapti. Arizona, Esna degan urug'lar bor.